har bir mayda detalni tiniq va jonli ko'rishga tayyormisiz? Tanishing, Premier'dan yangi Mini LED televizori. Mini LED bu juda kichkina diodlardan tashkil topgan ekran texnologiyasidir. Mukammal kontrast va tiniqlik. Minglab diodlar tasvirni haqiqiy san'at darajasiga olib chiqadi. Odatda LED diodlari millimetr o'lchamda 0.2-1 millimetr bo'ladi. Mini LED esa 0.1-0.2 millimetrgacha bo'ladi. Shu sababli oddiy LEDda kamroq diod sig'adi. Mini LEDda esa minglab diodlar joylashadi. Yorug'likni aniqroq nazorat qiladi, kontrast esa yuqori bo'ladi. 4K UHD 4 barobar tiniqroq tasvir. Har bir detal, har bir rang yanada yaqqol ko'rinadi. Ko'rish burchagi kengligi yon tomondan qaraganda ham ranglar va tiniqlik buzilmaydi. O'yin ichida tasvir yanada silliq va ravon. O'zingizni haqiqiy o'yin ichida his qilasiz. HDR10 bilan ranglar yanada tabiiy va boy ko'rinadi. Operatsion tizimi esa Google TV bo'lib, tezkor hamda minglab dasturlarni yuklash imkonini beradi. Nozik va zamonaviy dizayn, yupqa ramkalar interyerga estetik ko'rinish beradi. Yangi Premier Mini LED. Farqni ko'ring va his eting. Premier hamyonbop texnika.